Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz, gilam sohasidagi faoliyatingiz qanaqa boshlangan? Men Abidov Adham Hamrayevich gilam sohasiga 97-98-yilda kirib kelganman. Uyimiz bozor atrofida bo'lganligi uchun amakimga endi gilamga shug'ullanishgan, gilam bilan. O'sha paytlarda yonligiga chiqib turardik, gilamni qarashib, yordamlashib turardik. O'sha mehr tushib qolgan. Gilam ko'tarish, sotish, uni osish odamga yoqqan. 98-yildan boshlanib ketgan. O'sha 98-yilda kirib kelganman. Oxirgi 20 yil ichida gilam bozorida qanaqa katta o'zgarishlar bo'ldi? Oxirgi 20 yilda gilam sohasida gilam texnologiyalar juda ham kuchayib ketdi. Stanoklar o'zgardi, tarolar maydalashdi, tolalar maydalashdi. Sifatlar juda ham yaxshi holatlarga keldi. Dizaynlar ko'payib ketdi. Masalan, high-tech, neoklassika dizaynlari urf bo'ldi. Bizga Yevropadan kirdi. Haligacha bu dizaynlar o'zgarishda davom etyapti yildan yilga. Turkiya masalan Eron gilamlari juda ham o'zgarib ketdi. Ham sifati ham zo'r bo'ldi. Hamma tomonlama. Tarolari masalan 1000 taro, 1200 taro, 1500 taro deganlar chiqib ketdi. Yaqinda 1700 tarolar ham chiqdi mana. Yangi gilamlarimizda keladi xudo xolasa. O'zgarishlar katta. Odamlar gilam tanlashda eng katta qaysi xatolarga yo'l qo'yishadi? Gilam tanlashda xatolar ko'p, juda ham har xil xatolar bor. Masalan, dizaynda xato tanlash bo'lishi mumkin. Sifatida xato tanlashligi mumkin. Kimdir klassikaga boshqacha high-techroq masalan xohlaydi, lekin biz o'zimiz tavsiya qilamiz. Masalan, uyda interyer qanaqa bo'lsa, o'shanga qarab tavsiya qilamiz. Keyin sifatida, masalan, deylik, bizda akril degan, viskoza degan narsalar chiqib ketgan, bambuk degani bor. O'shalarni vorsi chiqadi. Ularni biz bolalarning xonasiga tavsiya qilmaymiz. Nimaga deganda allergiya chaqiradi. Bolalar kasallanadi. O'shani hisobiga biz bolalarning xonasiga akril, bambuk, masalan, viskoza gilamlarni tavsiya qilmaymiz. Ularga o'sha polyester gilamlari chang ko'tarmaydi, kasallanish bo'lmaydi. Har bir xonaning o'zining gilami bor. Masalan, zalga solinadigan gilamning o'zining gilami bor. Detskiga solinadigan o'zining gilamlari bor. O'shanga qarab to'g'ri tanlov bo'lish kerak. Dizayn bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham. O'shalarni to'g'ri xato tanlashmasa yaxshi bo'lardi. Turkiya bilan Eron gilamlarining eng asosiy farqi nimalarda? Turkiya Eron gilamlarini farqi, masalan, Eron gilami dunyo bo'yicha juda ham mayda to'qim bo'yicha, mayda klassika bo'yicha juda ham oldinda turadi. Juda ham chiroyli ishlaydi. Klassika bo'yicha o'shaning uchun ham ular har bir gullarga juda ham nozik, dit bilan yondoshadi. Juda ham mayda gulli gilamlari juda ham chiroyli. Turkiya bo'lsa high-tech, neoklassika gilamlarni juda ham chiroyli chiqarishadi. Turi ko'p, variantlar juda ham katta. Endi Turkiyada ham mayda gullar bor. Eronga nisbatan baribirga ham o'xshatishadi-yu, baribir Eronchalik emas. O'shaning uchun Turkiya ko'proq o'sha high-tech, yevropeyskiy gilamlarni yaxshi chiqarishadi. Farqi shunda. Turkiya gilamlari o'sha Yevropacha gilamlar, Eron gilamlari klassika bo'yicha juda ham kuchli. Gilam uzoq yillar davomida yengidek turish uchun nimalarga e'tibor berib parvarish qilish kerak? Gilamga kelsak, parvarish qilish endi bu asosan ayollarga bog'liq. Ayollar e'tiborli bo'lsa, darrov bir narsa tomsa, joyida tozalab turishsa, yiliga bir marta yuvib turishsa, bir marta yiliga, o'zi 6 oyda yuvish kerak bo'ladi. Mayli yiliga bir marta yuvishsa, gilam uzoq muddat ishlab beradi. Bir xil xonadonlarga boramiz, 2-3 yildan keyin borsak, gilamni o'zi haligacha yuvishmagan bo'lishadi, gilamni ancha urintirib qo'ygan bo'lishadi. Keyin yana bitta narsa, hozir bizda stirkalar ko'paygan, o'sha joyini tanlab, o'sha yaxshi yuvadigan joylarga berishsa, gilamlarga urinmaydi, ancha yil xizmat qilib beradi. O'shaning uchun tavsiya qilamiz, har yili bir marta yuvib tursa, gilam uzoq muddat chidab beradi.